Sizni boy va muvaffaqiyatli bo'lishingizdan to'xtatib turadigan 5 ta odat. Bugun siz bilan biza ana shu 5 ta odat haqida gaplashamiz. O'zbekistonliklarning 95% moliyaviy erkinlikka erisha olmaydi. Bu mamlakatda emas, buni sababi yoki qanaqadir krizis bo'lishida emas, kam oyliklar bo'lganligidan emas. Bu konkret odamlarning odatlarida. Shu 5 ta odat sizda ham bo'lishi mumkin. Oxirigacha ko'rib, tekshirib ko'ringlar. Aytgancha 5-odat kuchli tadbirkorlarni ham sindiradigan odat. Bu juda xavfli odat. Shuning uchun oxirigacha eshitib, shu 5 sizda bormi yo'qligini o'zingizda sinab ko'ring. Bu sizni kambag'al qilib qo'yadigan 5 ta odatni birinchi odati keyinga qoldirish va ideal momentni kutish. Juda ko'p insonlar bir nimani qilishdan oldin keyinroqqa qoldiradi, o'ziga o'zi hali vaqt emas, keyinroq qilaman. Yoshlarga ham ko'p aytishadi, bilsanglar, hozir biznes qilishga hali yoshsan, hali tayyor emassan, bir joyda o'qi, tajriba orttir, qayerdadir ishlaginda keyin o'z biznesingni boshlab ko'rasan deydi. Yoki hozir vaqt emas, hozir sezon emas va hokazo. Har doim nimagadir hozir emas, keyin qilishga odatlangan ko'p insonlar. 95% odamlar hozir qilmaydi. Mana men o'zim bitta qoidam bor. Hozir miyamga kelgan fikrni darhol amalda qo'llayman. Agarda hozir miyamda o'rgangan yoki kelgan fikrimni amalda qo'llamasam yoki o'sha kimgadir shuni qilinglar deb aytmasam, men aniq bilamanki bu miyamda qolib ketadi. Shuning uchun keyinga qoldirmasdan hamma narsani darhol qilishni o'rganish. Misol, sport bilan shug'ullanmoqchimisiz? Keyin sport zalga borganimda emas, o'sha o'tirgan joyingizda uyda bo'lsangiz, shunda o'tirib, bir 10 marta o'tirib turib, 10 marta misol отжимание qilib, o'sha yerda o'zida sport minimalnidan sport bilan shug'ullanib, boshlab ketsangiz bo'ladi. Keyin ideal momentni kutgandan ko'ra. 2 hafta, 3 hafta uyda mashq qilganingizdan keyin, 1 oy, 2 oy vaqtdan keyin sport zalga ham albatta borasiz. Bu birinchi odatimiz edi. Ikkinchi odat pul uchun ishlash, ko'nikma uchun emas. Mana juda ko'p insonlar qayerda ko'proq pul oylik to'lashar ekan deb o'ziga savol berib, ko'proq oylik beradigan joyga intilishadi. Lekin bunda tegini olib qarasak, siz oylik uchun emas, ko'proq o'rganadigan bilimlar uchun ishga borib o'sha qayerdandir o'rganishingiz kerak. Misol, aytishingiz mumkin. Mana men boraman, hozir 10 million oylik olaman. 2 yil 10 million oylik olib yurdingiz. Qanchadir 240 million pul ishladingiz. Lekin siz aytdiki, sizga kerak bo'ladigan ertaga ko'proq oylik ishlashingizga yordam beradigan ko'nikmalarni o'rganmadingiz. Buni evaziga nima bo'ldi? Ertaga 3-yil siz xuddi o'sha 10 million 12 million oyligingizda o'tiribsiz. Agarda siz boshida 3 million oylik to'lashsa ham borib, kerakli bo'lgan ko'nikmalarni, odamlarni boshqarish, qanaqa rahbarlik qobiliyatlari, kommunikatsiya qilish, marketing bilimlarini o'rganish, kerakli bo'lgan har xil ko'nikmalarni o'rganganingizda edi 1 yil davomida, mayli 3 million oylikdan 3-4-5 million olib, 2-yildan boshlab, 13-oydan boshlab siz bemalol 15 million ham, hatto 20 million ham, undan keyin 3-yil oyiga 20-30 million ham ishlaydigan oylik joyda ishlashingiz mumkin bo'lardi. Shuning uchun har doim birinchi o'rinda o'zingizga aytinglar, men bu yerda qanday ko'nikma o'rganish uchun bu ishga boraman. Ikkinchi o'rinda albatta oylik. Oylik qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, lekin birinchi o'rinda o'zingizda shakllantirishingiz kerak bo'lgan ko'nikma. Bugungi kunda eng zo'r ko'nikma bu jamoa yollash va boshqarish ko'nikmasi. Butun dunyo bo'ylab hozirgi kunda eng baland oylik oladigan insonlar bu jamoani to'g'ri boshqara oladigan va jamoa bilan natijaga erisha oladigan insonlar. Shu ko'nikmani o'rganishni sizlarga maslahat beraman. Uchinchi sizni kambag'al qilib qo'yadigan odat bu odamlar nima deb o'ylaydi degan tanqiddan qo'rqish. Juda ko'p insonlarni men bilaman, haligacha biznesini boshlamagan, nimaga deb so'rasangiz, odamlar agar biznesimni boshlab bankrotlikka uchrasam, odamlar nima deb o'ylaydi? Meni tanqid qilishadi, ustimdan kulishadi. Shuncha pul tikding, shuncha harakat qilib, biznesing bankrot bo'ldimi deb odamlar gapirishdan qo'rqaman deydi. Ana shu odamlarning fikri uchun yashash bu qamoqxonada yashashdek. Va bu qamoqxonaning eng qizig'i o'zingizga o'zingiz qurib qo'ygansiz. Hech kim sizga buni qo'yib qo'ymagan, o'zingizga o'zingiz aytasiz. Mana men odamlar meni tanqid qilishidan qo'rqaman. Har doim siz odamlar siz haqingizda nima desa ham, yomon gapiradimi, yaxshi gapiradimi, tayyor bo'lishingiz kerak. Biznesingiz muvaffaqiyatga uchrasa ham, muvaffaqiyatsizlikka uchrasa ham, har doim sizni kimdir yaxshi ko'radi, kimdir yomon ko'radi. Bu normal holat. Kimdir negativ yozadi, kimdir pozitiv yozadi. Shuning uchun tanqid qilinishdan qo'rqmasdan, boya aytganimdek, darhol harakat qilishingiz kerak. Mayli bir marta o'xshamasin, biznes ochdingiz, bu degani to'xtab qoldingiz degani emas-ku, xato har bir inson qiladi. Bir marta biznes ochdingiz, reklama yoqib ko'rdingiz, mayli birinchi martada maqsadingizga erishmadingiz. Yana harakat qilasiz, ikkinchi marta qilasiz, uchinchi marta qilasiz, to'rtinchi marta qilasiz. Bir kun o'xshaydi-ku. To'g'rimi? Bir kun o'xshaydi baribir. Shu bir kun o'xshashigacha yetib borishingiz kerak, taslim bo'lmasdan.
Bu 3-odat. 4-odat bu topganidan ko'ra ko'proq xarajat qilish. Juda ko'p insonlarni bilaman, mashina oladi kreditga yoki bo'lib to'lashga, yoki uy oladi bo'lib to'lashga yoki kreditga, yoki uyiga xolodilnik oladi, iPhone sotib oladi. Lekin bu hamma xarajatlar sizga ko'proq daromad qilishga yordam beradigan xarajatlar emas. Bu hamma sizni naborot oyma-oy minusga olib kiradigan xarajatlar. Eng birinchi siz qiladigan ishingiz bu sarmoya bo'lishi kerak. Nimaga? Sizni daromadingizni oshiradigan narsalarga. Misol iPhone oldingiz. Oyma-oy siz unga $1000lik iPhone'ga siz $1,500 to'layapsiz 1 yil davomida. Oyma-oy siz minus $150 dasiz yoki tam $125 oyma-oy to'lab borishingiz kerak. Bu degani $1000 pulingiz yo'qolib, uni o'rniga oyma-oy yana minus $120 ga tushdingiz. Unaqa bo'lmasligi uchun siz birinchi olayotgan pulingizni yoki biznes qanaqadir g'oyaga yoki qanaqadir o'zingizni ilmingizga, qayerdadir nimadir ko'proq pul ishlash ilmiga sarflashingiz mumkin. Sizga daromad olib keladigan yo'nalishlarga sarmoya qilishingiz kerak pulingizni. Misol, mashina oldingiz, mashinangizga daromad olib keladimi? Yo'q, uni mashinani o'zi narxi ham tushib ketaveradi. Bugun sotib olgan mashinangizni narxi ertaga 2 yildan keyin u narxga sota olmaysiz, yarim narxiga sotasiz. Shuning uchun har doim birinchi o'rinda qancha pulimni sarflashni emas, qaysi joyga to'g'ri sarmoya qilib, misol hozirgi kunda juda ko'p joylarga sarmoya qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yilma-yil siz pulingiz ko'payib borishi mumkin. Sizga ishlashi mumkin. Yokida qandaydir o'qishlarni sotib olib, o'sha o'qishda siz biznes boshlashni o'rganishingiz mumkin. Va o'sha biznesingizni boshlab, oyiga 10-20-30 millionga chiqib olishingiz mumkin. Xuddi o'sha iPhone'ning puliga, misol. iPhone sizga o'rgatmaydi, misol, oyiga 10-15 million sof foyda qilishni biznesingizdan. Shuning uchun pulinglarni to'g'ri sarmoya qilishni o'rganish va oxirgi odatga hozir yaqinlashyapmiz, eng xavfli odat. Va 5-odat bu eng xavfli odat amalsiz o'qish. Juda ko'p kitoblar o'qidingiz, juda ko'p biznes treninglar ko'rdingiz, juda ko'p YouTube'larda videolar ko'rdingiz, juda ham ko'p maslahatlar oldingiz-u, lekin u narsani amalda qo'llamadingiz. Sizga bu narsa tanish bo'lsa, izohda yozib ketinglar, qanday bilimlarni olgansiz-u, lekin o'sha darhol shu narsani qo'llamagansiz. Amalda qo'llamasdan esingizdan chiqazib yuborgansiz. Juda ko'p insonlar bu narsaga, bu xatoga yo'l qo'yadi, shu xatoni bosib o'tadi. Undan keyin siz kim bo'lib qolasiz? Aqlli kambag'al bo'lib qolasiz. Misol, hamma narsani bilasiz-u, lekin qilmagansiz. Juda ko'p insonlarni bilaman. Trening, kurs borib yurib, lekin hayotida qo'llamaydi. Bilish va qilishni bilish bu har xil narsalar. Misol, siz 100 ta kitob o'qib, 100 ta tadbirkordan bilimlarni olib, 100 ta biznes kurslarga qatnab, umuman biznes ochmasdan yoki biznesingizda muvaffaqiyatsiz bo'lishingiz mumkin, agar o'sha yerda berilayotgan bilimlarni amalda qo'llamasangiz. Shuning uchun o'zingizga o'zingiz xuddi mandaqa qoida qilib oling. Bugun nima bo'lishidan qat'iy nazar, kitob o'qiymanmi yo biznes kursga boramanmi yokida kimdandir maslahat olamanmi, aniq nima qilishimni, 3 ta nima vazifalarni bajarishimni yozib kelaman. Misol, mana shu bir haftada 3 ta vazifa bilan qaytaman. Bo'ldi, o'shandan keyin siz kitob o'qiysizmi, qatdan nima qilishingizdan qat'iy nazar 3 ta bir hafta ichida qilinishi kerak bo'lgan vazifani yozib, shu bir hafta ichida bajarasiz. Misol, o'rgandingiz bizneslarni o'rganib chiqish. Bo'ldi, birinchi vazifa o'zimga bitta zo'r biznes g'oya tanlash, o'sha o'rgatilgan bilimlardan kelib chiqib. Bo'ldi, bitta vazifangiz tayyor. Ikkinchisi, o'sha biznes g'oyani ichida nima sotib ko'rishimni 3 ta mahsulotini yozish. Uchinchisi, o'sha 3 ta yozgan mahsulotimni 10 ta tanishimga taklif qilib ko'rish. Shunda sizda bir haftada ko'rgan darsingizdan kelib chiqqan vazifalar paydo bo'ladi va shunda siz har doim hamma joydan o'qib, o'rganib, amalda qo'llaydigan inson bo'lasiz. Bu odatlarni hammasi arzimagandek tuyulishi mumkin, lekin 5 yildan keyin siz muvaffaqiyatli inson bo'lasizmi yokida hayotida maqsadiga erishmagan inson bo'lishingizni shu 5 ta odat aniqlab beradi. Hozir esa videomiz oxiriga yetib keldi. Shu 5 ta odatni qaysi biri sizda borligini izohda yozinglar va eng ko'p yozilgan odatni men olib, o'sha bitta odatni qanday qilib yengishni haqida video qilib beraman. 5 ta odati qaysi biri sizda juda ham kuchli. Undan tashqari menga obuna bo'linglar, biznesni qanday noldan boshlash va biznesni rivojlantirish va shaxsiy rivojlanish, psixologiya, fikrlash, muvaffaqiyatli fikrlash haqida maqsad qo'yib erishish juda ham ko'p videolar chiqaraman. Obuna bo'lib, meni yo'qotib qo'ymanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.